قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 4-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz ilgirki darslarimizda fe'l modi, ya'ni o'tgan zaman fe'lni turlashni o'rgangan. Endi biz zahaba degan, ya'ni ketdi, badi degan ma'nodagi bu fe'lninki o'tgan zaman fe'lini turlashni o'rganamiz. Xo'sh, unda bo'lsa bu zahabani turlash xuddi biz o'rgangan jalasani, laysani turlaganga o'xshash shu o'lchamda turlanadi. 3 harflik har qanday fe'l shu jalasa va laysiga o'xshash turlanadi. Qaraydigan bo'lsak, zahaba ketdi. 3-shaxs, ya'ni ketdi degandan keyin u ketgan bo'ladi. Erlik, birlik. Zahaba ketdi, u 2 er. Zahabu ketdi ular. Yani erlik köplük. Zahabat ketdi u ayal, bir ayal. Zahabata ketdi u 2 ayal. Zahabna ketdi ular köp ayal. Zahabta kettin sen, 2. şahısa, erlik birlik. Zahabtuma kettinli sila, 2. şahıs, erlik, ikilik. Zahabtum kettinli sila, 2. şahıs erlik köplük. Zahabti kettiniz siz bir ayal. Zahabtuma kettinisila 2 ayal. Zahabtunna kettinisila köp ayal. Zahabtu kettim men, zahabna kettuk biz. Endi men sizlarga ilgirki darsdagi va bugungi darsimizdagi fe'lni turlagan vaqtda buning ma'nosini sizlarning tushunishinglar uchun, ishlatilgan o'rnini bilib olishinglar uchun, buningki o'tgan zaman, buningki birlik, ikilik, erlik, ayolliqini aniq deb tarjima qildim. Ammo biz Uyg'ur tilimizda buni erlikka o'xshash fe'l ishlatamiz, ayolliqqa o'xshash fe'l ishlatamiz. Shunga tarjimada buni tarjima qilmasanglar bo'ladi. Ya'ni zahaba ketdi, 2 erga ishlatiladi, zahabatamucho ketdi, ammo 2 ayolga ishlatiladi. Ammo Uyg'ur tarjimasi ikkilisi ketdi, ikkisi deb qana qilinadi, tarjima qilinadi. Xo'sh. Onda bo'lsa sizlarga bu yangi masalamiz. Shunga sizlar buni pishiq yodlaysizlar, sizlarga berilgan topshiriq. Endi ikkinchi qilib bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, nafi harfini o'rganamiz. Nafi harfi deganimiz nima deganda, nafi harfi deganimiz bo'lissiz harf. Ya'ni bir jumlaning beshiga kirib, fe'lning beshiga kelib, shu fe'lningki ma'nosini bo'lissiz o'zgartirdi. Masalan, zahaba ketdi bo'lsa, ma zahaba bo'lsa ketmedi. Ya'ni zahaba Muhammadun, Muhammad ketdi bo'lsa, ma zahaba Muhammadun, Muhammad ketmedi. At-tullab ma zahabu, o'quvchilar ketmedi. Agarda ma bu yerga kirmagan bo'lsa, at-tullab zahabu bo'lgan bo'lsa, o'quvchilar ketdi degan bo'ladi. Ya'ni ma fe'lning beshiga kelib, shu fe'lni bo'lishsiz, ya'ni nafi holatga o'zgartirdi. Xo'sh. 3-chi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz innini o'rgangan. Ya'ni inna jumlaning mazmunini qanday qilish uchun keladi? Kuchaytirish, ta'kidlash uchun keladi. Xo'sh, endi biz inniga o'xshash, inniningki ma'no jihatda, uningki xususiyatlar jihatda inniga o'xshash bo'lgan annini o'rganamiz. Annimi bu jumlaning mazmunini kuchaytirish uchun keladi. Bu o'xshashlar mubtada, ya'ni ega xabarlik jumlaning beshiga kelib, mubtadani o'zining ismisi qiladi, xabarni o'zining xabar qiladi. Ya'ni o'zining ismisi zabar qiladi, xabaricho pash qiladi. Annamu shuning o'xshash, hamma hukmdacho o'xshash. Demak, bu anna biz o'rgangan harf mushabbihatun bil fi'laning qatoridan. Xo'sh, endi anniga o'xshamaydigan bir tarafi buningga lamut ta'lil, ya'ni illat uchun, sabab uchun keladigan bir lam qo'shilib ishlatiladigan ahvollar bo'ladi. Masalan, anna bo'lsa, haqiqatan bo'lsa, anna bo'lsa buning ma'nosi chunki degan ma'no bo'ladi. Ya'ni biz arab tilida chunki deganim deymiz, li anna. Xo'sh. Ya'ni buningga
kishilik almashlar, ya'ni domoirlarni qo'shsak nima bo'ladi? Li'annahu. Xuddi inniga qo'shilganga o'xshash, buningmi kishilik almashlar qo'shiladi. Li'annaka, li'annahum, li'annakum deganga o'xshash. Xo'sh. Qaraydigan bo'lsak, li'anna bu an bilan lamdan tarkib topgan deydi. Anna inining qarindoshlari qatoridan. Ya'ni xususiyat jihatda va ma'ni jihatdami inniga o'xshash. Li'annaga huvani qo'shsak li'annahu bo'ladi. Hiyani qo'shsakchi li'annaha bo'ladi. Antini qo'shsakchi li'annaka bo'ladi. Masalan, raja'a Hamidun min al-madrasati li'annahu maridun. Hamid maktabdan qaytdi, chunki u kasal. Raja'at Aminatu min al-madrasati li'annaha maridatun. Amina maktabdan qaytdi, chunki u kasal. Xo'sh. Bu tushunishli bo'ldi deb qarayman. Endi sizlar bugun zahabani o'rgandinglar. Shuningga o'xshash har qanday 3 harfdan tarkib topgan fe'llarni shuningga o'xshash shu o'lchamda turlaysizlar. Masalan, raja'amu shuningga o'xshash. Xuddi zahabaning 3-shaxs ayollik birligi zahabat bo'lgandek, raja'aning 3-shaxs ayollik birlik shaklini bo'ladi, raja'at bo'ladi. Ya'ni shu o'lchamda. Endi 4-chi qilib oxirida o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz o'tgan soatlik darsimizda alaysa kazalik, ya'ni bulishsiz holatda so'ralgan savolga javob berishni o'rgangan. Ya'ni savol bulishsiz bo'lgan ekan, biz buningga bulishq shaklda javob berish uchun nimani ishlatdik? Balani ishlatdik. Endi qaraydigan bo'lsak, ma jumlaga qarayli. Azhabta ilal madrasati ams. Tunugun maktabga bordingizmi deydi. Bu bulishliq shaklda so'ralgan savol. Buningga ha bordim desak nima deymiz? Na'am zahabtu. Xo'sh, bu tushunishlik. Endi ama zahabta ilal madrasati amsi, tunugun maktabga bormidingizmi? Ya'ni bu bulishsiz shaklda so'ralgan savol. Buningga bordim demoqchi bo'lsak, buni na'am dedik-ku, bu bormidingizmi deb bulishsiz shaklda so'ralgan savol bo'lg'achqa, ha bormidim degan ma'ni bildirib qoladi. Shuning uchun biz buningga bordim demoqchi bo'lsak nima deymiz? Balani ishlatamiz. Yoqay bordim. Ya'ni bala zahabtu. Yoqay bordim deb. Xo'shunda bo'lsa, bugungi darsimizdagi o'rgatmoqchi bo'lgan mazmunlar asosliq mana shundan iborat. Endi biz darsimizga kelaylik. Xo'sh, Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsur rabi'. 4-dars. Bu Yusuf bilan Ibrohim o'tirishidagi dialog. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. كيف حالك لعلك بخير أهلا وسهلا خوش كبسز ومرحبا بك قرشالمز يا خالي تغا خالي ديگن نمو تغا يعني onu taraftan bo'lgan tag'ani xoli deymiz. Yani xoli olsa tag'am degan bo'ladi. Kayfa haluk? Ahvolingiz qandoq? La'allaka bi xayr, yaxshido? Yani umidki yaxshido? Elhamdülillah, Allah'a şükür. Eyne abuke ya İbrahim? İbrahim, dadınız qayerda? Zahaba ila suq, bazağa ketdi. Ve eyne ummuk? Anınız qayerda? Ve anınız qayerda? Zahabat ila xalati Zeynep. Hammam Zeynep'ninkiga ketdi. Ma pillanın işletilmiş şekli qarayla. Ayol bo'lsa qanday shaklda keldi, er bo'lsa qanday shaklda keldi, erlik ko'plik bo'lsa, ayollik ko'plik bo'lsa, ya'ni ishlatilgan shakli qarayli. Va ayna ikhwatuka? Va o'g'il qarindoshlaringiz qayerda? Zahabu ila al-jami'a. Universitetga ketdi. Va ayna akhawatuka? Va qiz qarindoshlaringiz qayerda? Zahabna ila al-madrasati. Maktabga ketdi. Ama zahabta ila al-madrasati al-yawm? Bugun maktabga bormadingizmi? Zahabta. Yani zahabta bormadingizmi siz? Yani bu cümle bo'lishsiz shaklda so'ralgan jumla o'qishni deymiz. Ama deb so'ralgan savol. Deymiz bala, yaqay, zahabtu va raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Yaqay, bordim va qaytdim. Birinchi soatdan keyin. Ya'ni
1 saatdan keyin berib qaytdim. Qaraydigan bolsak, zahabtu, badim men, raja'tu, qaytdim men. Ya'ni birinchi shaxs birlik shakli. Limaza raja'ta? Nimishqa qaytdingiz? Raja'ta, qaytding sen. Raja'tu li'annani marid. Qaytdim men. Li'annani, chunki men marid, kasal. La ba's, hech qis yo'q. Azhabta ila at-tabib? Doktorga bordingizmi? Naam, zahabtu. Shundaq, bordim. Xo'sh, kuni kimlar Birincisi, acibe anil as'ilatil atiye. Tuvandagi savollarga javob bering deydi. Buni sizlar tekstga asosan javob berasizlar, daftaringizga yozib ishlaysizlar. İkincisi, da' hadihil alamata sahiha amamel cümel sahiha ve hadihil alamata hata amamel cümel illeti leysat sahiha. Xo'sh. To'g'ri belgisini to'g'ri cümlenin aldığa, hata belgisini to'g'ri emas cümlenin aldığa qo'ying deydi. Xo'sh, qarab bakadigan bolsak, İbrahim ibnu uxtu Yusuf deydi. İbrahim Yusuf'ning qiz qarindishining o'g'li deydi. To'g'rimi xato? Tekstga asosan, xo'sh, tag'am dedimi, demadimi? Demak, sizlar tekstni pishiq o'qib bo'lgandan keyin buning tekst bilan mas emasligini his qilib, to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato belgisi qo'ysizlar. Yusuf amma İbrahim. Yusuf İbrahimninki tag'isi deydi. Am yani dal tarafdan bo'lgan tağı. Ahavat İbrahim zahabna ilal mektebe. İbrahimning qiz qarindoshlari kutubxonaga bordi deydi. To'g'rimi xato? Bu tekstga asosan o'zinglar topshiriq. Üçüncüsü, da' fil amakinil khaliya fima yali al-fi'la zahaba ve asniduhu ila ad-damiril munasib deydi. Xo'sh. Tuvandagi bosh o'ringa zahaba fi'lini qo'ying ve uni ve asniduhu ve yulang uni munasib damirga deydi. Yani munasib damirga yulab qo'yamiz. Yani ko'plik bo'lsa ko'plik shaklda, birlik bo'lsa birlik shaklda, ayollik bo'lsa ayollik shaklda, erlik bo'lsa erlik shaklda. Masalan, birincisi al-avladu bosh o'rin ila al-mal'ab deydi. Yani badi degan fe'lni qo'yamiz. O'quvchilar maydonga badi. Xo'sh, unda bo'lsa nima deymiz? Al-avlad o'g'illar ekan, ya'ni erlik ekan. O'g'illar ko'plik ekan, unda bo'lsa erlik ko'plik shaklini qo'yamiz. Ya'ni zahabaning erlik ko'plik shakli. Shundaqla bolalar deb qancha shaxs ekan? 3-chi shaxs ekan. Unda bo'lgan ekan, qaysini qo'yamiz? Al-avladu zahabu ila al-mal'ab. Ikkinchisi, at-talibatu bosh o'rin ila al-madrasa. Qiz o'quvchilar maktabga. Yani badi desek bo'ladi. Yani o'tgan zamonninki ayollik, ko'plik 3-chi shaxs shaklini qo'ysak bo'ladi. At-talibatu zahabna ila al-madrasa. Qizlar, qiz o'quvchilar maktabga badi. Qolganini o'zinglar fe'lni pishqirlab bo'lgandan keyin o'zinglar ishlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq qilib qoldi. Dördüncüsü sahihal cümel atiye deydi. Tuvandagi cümlelerni to'g'rilang deydi. Hamdagi tuvandagi cümleler grammatikalik jihatda xato. Ya'ni fe'llarda ikkinchi shaxs ishlatishga tegishli bo'lgan yerga birinchi shaxs ishlatishga tegishli bo'lgan yerga uchinchi shaxs, ayollikka ayollik, ayollikka erlik, ko'plikka birlik, birlikka ko'plik degandek shundoq xato qurilmalarni o'z ichiga olgan. Biz buni tuzitamiz. Masalan, birinchisi Əzəhabtu iləl mustashfa ya Muhammed deydi. Muhammed doktorxonaga bordingmi deydi. Bu savol to'g'rimi xatomi? Zəhabtu degan bordimman degan gap. Ey Muhammed doktorxonaga bordingmi? Xato. Ey Muhammed doktorxonaga bordingmi deyish kerak. Ya'ni bordingmi sen ikkinchi shaxs shaklini qo'yishimiz kerak. Ya'ni Əzəhabta iləl mustashfa ya Muhammed. İkincisi qarab baxadigan bo'lsak, Aminatu ve Fatimatu ve Zeynebu raca'u minel cami'a. Amina, Fatima ve Zeynep üniversitetten qaytdi deydi. Demek bu yerda ko'p ayollar var. 3 tane qiz bola var. Bu ayollik ko'plikkan. Unda bo'lsa ayollik ko'plikni qo'yamiz. Ya'ni ular bo'lg'achqa 3-chi shaxsni qo'yamiz. Nima deymiz? Raja'u demdoq. Yo'q.
Bu raca'u degan erlik köplüki. Nima deymiz? Raca'na. Qaytdi ular. Üçüncüsü Zomalai zahaba ila Mekke'te. Savaqdaşlarım Mekke'ye ketdi. Doğru mu hata? Zomalai, savaqdaşlarım köpken. Zahaba çok birlik halatda. Nima deymiz? Zomalai zahabu ila Mekke'te. Savaqdaşlarım Mekke'ye ketdi. Demek köplük köplük. Qolgandan o'zinglar fe'lni pishqidlab bo'lgandan keyin o'zinglar ishlaysizlar. Beşincisi acib anil as'ilatil atiye bin nefi mustamilen ma deydi. Ma'ni ishlatgan holda nefi bilan tuandagi savollarga javob bering deydi. Ya'ni savolga bo'lishsiz shaklda javob beramiz. Birinchisi Azahabta ilal madrasati ams deydi. Tunugun maktabga bordingizmi deydi. Nima deymiz? Bormadim demak nima deymiz? La, yo'q, ma zahabtu. Qanday qilmadim? Bormadim. Araja'a abuka min Bag'dad. Dadingiz Bag'daddan qaytdimi deydi. Yo'q, qaytmadi. Nima deymiz? La, ma raja'a. Üçüncüsü, azahabat ukhtuka ilal mustashfa. Qiz qarindishingiz doktorxonaga bordimi? Yo'q, bormadi. La, ma zahabat. Oltincisi. Xo'sh, biz buni darsning boshida tushuntirib bo'lgan, qaraydigan bo'lsak, li'annaning tuzilishi bu ta'lilninki lami va inining qarindoshlari bo'lgan anidan tarkib topgan. Bu almashlar qo'shilgan vaqtida xuddi inni qo'shilganga o'xshash qo'shiladi, ya'ni li'annahu, li'annaka deganga o'xshash. Biz buni tushuntirib bo'lgan, ha? Ma'nosi chunki degan gap. Yettincisi iqra'il misal thumma ajib anil as'ilatil atiya bi na'am aw bila. Misalni o'qing. Ondan keyin tuandagi savollarga na'am yoki bala bilan javob bering deydi. Xo'sh, qanday savolga na'am bilan, qanday savolga bala bilan javob beramiz? Biz buni darsimizning boshida so'zlagan. Masalan, azahabta ilal madrasati ams. Tunugun maktabga bordingizmi? Xo'sh, endi buningga bala demdik yoki na'am demdik. Bala desa xato bo'ladi. Yo'qay demaymiz buni. Na'am, bordim. Amma zahabta ilal madrasati ams. Tunugun maktabga bormadingizmi? Bo'lishsiz shaklda so'ralgan savolga deb javob beramiz. Bala, yo'qay, zahabtu, bordim. Demak, bo'lishliq so'ralgan savolga buningga bo'lish shaklda javob bermoqchi bo'lsak, na'amni ishlatamiz. Bo'lishsiz shaklda so'ralgan savolga bo'lishliq shaklda javob bermoqchi bo'lsak, balani ishlatamiz. Birinchisi qarab baqili. Araja'a abuka minas suq. Dadingiz bozordan qaytdimi? Nima deymiz? Na'am raja'a deymiz. Ha, qaytdi. Ikkinchisi, ama raja'a abuka minas suq. Dadingiz bozordan qaytmadimi? Nima deymiz? Bala, yo'qay, raja'a, qaytdi. Mana shunga o'xshash o'zinglar qolgan o'zinglar ishlab boqinglar. Xo'sh, sog'lashimda bo'lsa bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.